Mana 5 nafar futbolchi va ularning qizlari boshqa futbolchilarga ketib qolgan voqealar. Birinchi o'rin sizni aniq hayratda qoldiradi. 5-o'rin Kevin De Bryuynening sevgilisi uni tark etib, Thibaut Courtois bilan munosabat boshlagan. Bu roman juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan va aytishlaricha De Bruyne bilan Courtois hatto Belgiya terma jamoasida birga bo'lishsa ham deyarli gaplashmaydi. 4-o'rin Fermin Lopesning qizi unga jamoadoshi Gavi bilan xiyonat qilgani aytiladi. Fermin bu haqda bilgach, qiz oxir-oqibat Gavi bilan qolishni tanlagan. Shundan keyin ikki futbolchi orasida sovuqlik paydo bo'lgani haqida gap-so'zlar tarqalgan. 3-o'rin Mishmishlarga ko'ra, Jude Bellingham Real Madrid futbolchisining sevgilisi bilan munosabat boshlagan. Bu esa klub ichida katta shov-shuv keltirib chiqargan. Aytishlaricha o'sha futbolchi oilasini yo'qotishni istamagan va Bellinghamdan uzoqroq yurishni talab qilgan. 2-o'rin Mishmishlarga ko'ra, James Rodriguez Real Madridda o'ynab yurgan paytda Cristiano Ronaldoning sevgilisi bilan yaqin bo'lgan. O'sha davrda Ronaldo klubning eng katta yulduzi edi va bu holat sabab Jamesga jamoada juda sovuq munosabat bo'lishgani